Nima, eringdan qochmoqchimisan? Yo'q, oyi. Kim oldiga borasan? Nohotda oldiga borasanmi? Qochmasam bo'lmaydi. Daryoni mashinada urib ketganman. Chinimisan sen? Nima deyapsan? O'ldimi? O'lsa yaxshi edi. Nimasi yaxshi, o'lsa qamalib ketasan, ahmoq. Nega urasan mashinada? Kim mashinasida urganding? Voy oyi, buncha ko'p savol berasiz? Tergovchimisiz? Xullas, Daryo o'lmagan. Meni mashinada urib yorganimni ko'rgan. Ustimdan yozsa, 3-4 yilga qamalishim mumkin. O'shaning uchun qochmasam bo'lmaydi. Qayoqqa qochasan? Nohotda yoniga. Seni yebsam. Shunda uy joyini shunaqa erib tashlab qayoqqa qochmoqchisan? Mana men uysiz necha yildan beri qiynalaman. Uy olish oson ekanmi? Shu ikkita yetimni boshini silab, eringni xizmatini qilib o'tirsang bo'lmaydimi? Oyi, uning uchun meni boshqacha tarbiyalashingiz kerak edi.